2026-yil litsenziyalangan firmada Umra safariga bormoqchiman. Narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolisa Hikmat Travel Abdug'ofur aka oldilariga yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bizni videoda boshidan kuzatib turib, layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, Hikmat Travelda qanaqa yangiliklar bo'lishidan qat'iy nazar birinchilardan bo'lib kuzatib borishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolisa har kuni video qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Sizlar layklarni bosib tursalaring, biz Abdug'ofur akadan to'liq ma'lumot olishni boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun endi aka narxlari qanaqa bo'lyapti aka, borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi, to'lov masalalari qanaqa aka, sizlarda bitta to'liq qilib tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, borish kunlarini aytib o'tamiz boshida. Farg'onadan 29-30 avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Avgust oyinikini. Toshkentdan avgust oyiga reyslarimiz deyarli har kuni kun ora bor. Bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin. Oyda oxirigacha reyslarimiz bor, xudo xolisa. $965 dan qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xo'p, Toshkentdan sentyabr oyiga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun 4-sentyabr, 5-sentyabr, 6 va 7, 8, 11, 12 sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Toshkentdan sentyabr oyiga narxi ham $965 qilib beramiz. Bir xil bo'ladi narxi. Xo'p, avgust sentyabr oyiga Vodiydan boraman degan obunachilarimiz uchun Namangandan reyslarimiz qo'yilgan. Sentyabr oyiga 3-sentyabr kuni, 10 va 17-24-sentyabr kunlari Namangandan reyslarimiz bor. Buni ham narxini $995 qilib beramiz, xudo xolisa. Bemalol aloqaga chiqib, joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Zo'r. Endi aka, borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastitsalarimiz uzoqligi. Avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Gastitsada joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. Ayollar alohida va erkaklar alohida bo'ladi. Xudo xolisa. Xo'p, Madina Munavvarada gastitsalarimiz o'sha 200 metr, 400 metr uzoqlikda bo'ladi. Iloji boricha o'sha yaqinroq bo'ladi, xudo xolasa. Lekin Makka Mukarramadagi o'sha eng yaqini 1 kilometr bo'ladi. Eng uzog'i o'sha 3 kilometrgacha bo'ladi. Xudo xolasa 50 bosh xizmatlari ham bor. Aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Va firma tomonidan kamsiz so'mka bejik beriladi va qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Xudo xolisa bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylaring bron qilishlaring mumkin. Xudo xolisa chiroyli qilib berishadi. Endi aka, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi sizlarda? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasa mash nomerlarida Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Pasportlarni tashlab berasiz, Zagram pasportlarini o'zimiz joylarni onlayn bron qilib berishimiz mumkin. Rasmiy hisob raqamlar beramiz. Bank orqali jindekkina o'sha zakolat hisobida pulini, viza pulini tashlab berishadi har bir kishiga. Qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, xudo xolasa o'zlaring joylaring bron qilishlaring mumkin. Abdug'ofur akaning o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Telefon qilsalaring yanada sizlarga to'liqroq ma'lumot berishadi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring birinchilardan bo'lib videolarimizni kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.